Bu hamma narsalarni ortib qolib ketyapsiz endi. Bormayapman, shu bozorlig'im yuribdi, ishxonamda o'zim bilan. Hozir anaqa qilaman desam, xo'jayinim aytib qoldilar. Ha. Borib kelaylik. Bo'ldi. Necha pulga berib yuborasiz endi, xudo xolasa? Kerak buni. Onyx Redline eng oxirgi pozitsiyasini olgan ekansiz-da. Shunaqa. 2024-yil dedingizmi? Shunday. Kraskasi toza. Kraskasi toza. Xo'p. Faqat bitta. Ko'rsating tushdi. Mana paroga dedingizmi? Ha, shunday, ha. Ko'zimni ko'rmay qolgandan deydi-yu. Necha pulga berib yuborasiz endi, xudo xolasa ayting. Bo'ladiganini ayting faqat. Obunachimiz ekansiz. Bo'ladiganini aytib yuborsangiz, urib olamiz. Qani bitta o'zingiz anaqa qilingchi, narx aytingchi. 14 mingga bering. Ay, yo'q. Qo'yib olamiz. Yo'q. Necha pulga berasiz? 14.8. 14.8. Baland ozgina. Yo'q, men 15 demadim mana sizga. 18.800 yurgan ekan-a? Ha. Probiga ha 19 ga chiqmagan hali. Redline eng oxirgi pozitsiyasi. Xudo xolasa oq rang ekan. Salonlari laminatsiya. Qarang, sizga men 15 aytmam, 14.8. 14.8. 14.200 bo'lib savdo qilamiz-a? Yo'q. Ayting. 14.200 dollarga bo'lsa qo'yib yuboramiz. Baraka berasiz. Yo'q, ozgina siz uchun. Yo'q, boshqa qo'sha olmayman. Yo'q. 14.800 ozgina baland. Ketadi. Bir kunda ketishi mumkin. Hozir xudo xolasa 1 soat o'chirib yuborish uchun 14.200 qo'yib yuboraylik. Yo'q, ozgina qo'shing. Siz hurmatingiz bor. Mana keldik mana. Xo'p, 300 dollar qo'yamiz. 14.300 dollar. Bo'ladimi, opa? Yo'q, ozgina yana. Yo'q. Ya, ozgina bo'lsa siz umuman tushganingiz yo'q. 14.800 ga qotib qoldingiz. 14.800. Yana ko'taringchi, men aytayman, ko'taring deyapman shunga. Yo'q, ayting. 14.300 dollarga bo'lsa, opa, to'g'risi endi 14.300 dollar pul topish o'zi ham bo'lmaydi-da. To'g'ri. Buni qancha rasochkasi qolgan? To'g'ri. Rasochka bor dedingiz-ku? Ha, anaqasi bor. To'lovsi 50 millionmi, 60 millionmi shunaqa atrofda. Atrofda qolgan. Ha, boya yaqinda ko'rdim. Dokumentda muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Shunday. Yo'q, muammo yo'q. Bo'ldi. Ayting. 14.300 baraka deng. Baraka olib olaman barakaga. Siz bilan qo'shing hurmatingiz. Siz bilan qo'l siltolmayman. 100 dollar qo'ysak 14.400 ga berasizmi? Sizni hurmatingiz mayli endi. Astoydil berasizmi? Shundoq. Bo'ldi. Yopgandan keyin general daveniz ham oldi sotgan farqi yo'q. Shundoq. Bo'ldi. Do'stlar, bosib olsanglar bo'ladi. Redline 2024 18000 probegda 14400 ga. Bosinglar.